Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rgüchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining atli xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Gulchehra. Diqqat bergaysizlar. 7 avgust kechqurun Amerikaning Los Angeles shahridagi Kaliforniya madaniyat va san'at sarayida Sanabar Tursun naqsh kechiligi o'tkazilgan. Sanabar Tursun boshchiligidagi 4 nafar Uyg'ur san'atkor mazkur naqsh kechiligida Uyg'ur muqomlari bilan xalq naqshlarini voyaga yetkazib o'rindab, butun maydondagi tomoshabinlarni hayajonga solgan. Bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qilgan Los Angelesdagi optika injeneri doktor Erkin Sidiq apandi o'zining Sanabar Tursun naqsh kechiligida his qilganlarini anglarmanlar bilan o'rtoqlashdi. Uning bildirishicha, Los Angelesda o'ltirishliq 70 ga yaqin Uyg'ur Sanabar Tursun naqsh kechiligini ko'rgan. Egallashimizcha, o'tgan hafta Qashqarga sayohatga borgan bir nafar Uyg'ur o'zining butunlay zamonaviylashgan Qashqarni ko'rganligini, hozirgi Qashqarning shimoldagi Urumchi, Shixanzi qatorliq shaharlardan hech qanday farqining qolmaganligini ilgari surgan. Radiomizga ahvol inkos qilgan yerlik Uyg'urlar bu xil o'zgarishning hukumat yo'lga qo'yayotgan diniy radikallikdan yiroqlashib, madaniylashish tashabbusining natijasi ekanligini ta'kidladi. Egallashimizcha, Janubiy Uyg'ur diyorida, ya'ni Korla, Aqsu qatorliq joylardami bu xil zamonga loyiq madaniylashish tashabbusining majburiy yo'lga qo'yilayotganligi oshkor bo'lmoqda. Amerika bilan Hindistonning yaqindan buyon o'zlarining O'rta Osiyo diplomatiyasida Uyg'ur mutafakkirlarining fikr boyliklaridan foydalanayotganligi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'amoqda. Amerika Davlat ishlari katibi John Kerry bu yil 3 avgust kuni Washingtonda o'tkazilgan O'rta Osiyodagi 5 davlat diplomatiya ministerlari yig'inida Yusuf Hasajibning Qutat Qobilik nomli mashhur asridan naql keltirib so'zlagan bo'lib, o'tgan yilmi Hindiston bosh ministri Modi Qozog'iston poytaxti Ostonada so'zlagan nutqida Abdurim O'tkirning Iz nomli she'ridan bir qancha misrani o'qigan edi. Bu haqda fikr bayon qilgan shoir Ahmadjon Osmon bilan iqtisodshunos Farhod Bilgin apandilar bu haqiqatanmi diqqat qilishga tegishli bir burilish deydi. Ma'lum bo'lishicha, yaqinda Aqsuning ma'lum noyalik ma'rif idorasi o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilariga jadval taqib, ularning diniy e'tiqod ahvolini tafsili tonishtirishni talab qilgan. Doirlar yana 1-sentabr yangi o'qish mavsumi boshlanishi bilan har bir o'quvchining mazkur jadvalni to'ldirib, maktabga topshirishni shart qilgan. Bu ahvoldan tafsili xabardor birining bildirishicha, mazkur jadvalda oilangizda qancha kishi dinga e'tiqod qiladi, qanday diniy faoliyatlar bilan shug'ullanadi, hijoblangan, soqol qo'yganlar bormi yo'q degandek savollar so'raldi ekan. Aldınғы kuni Uyg'ur Abdunum rayonluq partikomining koni bo'lgan Tangirtaq Tori Fransiyadagi ayollarning o'rin olishini cheklash qonuni va uning ijro qilinish ahvoli haqida bir parcha maxsus maqola e'lon qilgan edi. Bu haqda fikr bayon qilgan Uyg'ur kuzatuvchilar mazkur maqolaning Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan diniy cheklimalarini oqlash uchun e'lon qilinganligini ilgari surdi. Kuzatuvchilardan Aqtam apandi Fransiyaning ayollarning o'rni olishini cheklashi bilan Xitoyning milliy assimilyatsiyasini maqsad qilgan diniy cheklimlari orasida noyatmi mohiyatli farqlarning mavjudligini alayda ta'kidladi. Tulpar mukofoti Xitoydagi oz sonli millatlar yozuvchilariga berilgan davlat darajalik eng yuqori adabiyot mukofoti. Ilgari Uyg'ur Abdunum rayonidan Tulpar mukofotiga ko'rsatilgan yozuvchilarning mutlaq ko'p qismining Uyg'ur va qozoq tillarida asarlar yozadigan yozuvchilar ekanligi ma'lum. Halbuki yaqindan buyon mazkur mukofotning Tibet va Uyg'ur elidagi nomzodlari asosan degidek Xitoy tilida asar yozadigan yozuvchilarga qaratilishga boshlagan. Bu hol muajiratdagi Uyg'ur sarxillarni kuchli andishlarga solmoqda. Egallanishcha, bu yil 3 nafar Uyg'ur yozuvchining asari Tulpar mukofotiga erishgan bo'lib, ularning ichida Xitoycha yozadigan Uyg'ur yozuvchilardan G'ayrat Osim bilan Gulnar Obulning asarlari bor ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida haftalik xabarlar saytimizni ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.